Rusya-Ukrayna urushi boshlangandan tortib Xitoyninki har turli nimalarda maydonda axborot e'lon qilganda men hech qaysiga aralashmay betaraf turyapman degan bilan qanchadan qatim buning har xil shaklda yordam berganligi aniqlangan bir masala. Mushu yaqinga bir oy ichida 15 kun oldin bir xabar chiqqandi. Xitoyninki shu harbiylarni mashqlantirib berganligi Rossiyaningki. Bu qatim necha kun oldin chiqqan bir yana bir maxfiy harbiy hujjat oshkorlangan. Bu maxfiy hujjatda Yevropani qattiq bearam qilgan bir hujjat bo'ldi bu hamda. Bu nimada hamda shu Xitoyninki bultur Beijingdagi harbiy bazalarda Rossiya askarlarini tarbiyalaganligi, hatto radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alayda diqqat qo'zg'agan bir nuqta bo'ldi hamda bu. Şu anda müşahtiki bununla nurgulagan sözler var haberinin tafsilatida. Siz hem de bu Xitoyninki bu qatim Yevropani texnik ciddileştirgen bu haber hakkındaki fikirleriniz. Çünkü Xitoy tarafdan mı, Rusya tarafdan mı nəhayət yuqurdaylık generallar qatnaşqan bir nim bilan tasdiqlanıb turib, imzalanıb turib andan qılınğan bir işkenen bu. To'g'ri, Xitoy men aralashmay, men bilmayman. Men bundaq jangni bundaq texmi olib ketishini va men bundaq qilmayman deb butun shu dunyoga da'vatadi, ammo shu dunyodagi nurg'un istihborot tashkilotlar hammasi biladi, Xitoy shu yang ostida yoki shu ustal ostida hamma ishlarni qilayotganini bilamiz hamda. Misoliga 99da Yugoslaviya urushi vaqtida Amerika Xitoy elchixonasiga bir bomba atgan bo'ldi. U vaqtida hamda xarita xato urildi deydi. Aslida shu Xitoy konsulininki ichida shu Yugoslaviya harbiy hukumatiga yardım qilib beroladigan radar sistemlarining borlig'ini da'vatadi. Ya'ni Amerikaliklar yoki NATO kuchlar nada bo'lganligini xabar qilib beradigan, xabar beradigan mana bir sistem bor ki, shunga urildi deydi endi. Misoliga shu keyingi dunyoning nurg'un yerlarida bir voqealar chiqsa, Üçüncüde Xitoyning ko'gil bo'ldi. Misoliga 80'li yıllarda Irak ve İran'ınki bir uruş vardı. O urushda Xitoy her iki tarafga qurol setib berganligini bilamiz. Bu aniqlangan ahvollar. Yani bir yanda jang to'xtasin, hammalar diyalog yo'li bilan, siyosiy yo'li bilan hal qilingan. Bunda jadalninki birdan bir hal bo'ladigan yo'l shu siyosiy diyalog deydi. Hozir shu nimadama eng oxirida İran meselesi mana deydi. 20-30 yıldan beri o'xshash da'vatida, ammo qurol setib degan vaqtida o gapni unutib qoladi endi. Ya'ni setib bergan ahvollar bor. Shuningga bu Xitoyninki Rossiya bilan bo'lgan bu xil strategiya, hamkorlik, sherik munosabati bo'lgan bir davlat orasida bunchilik qilmagan bo'lsa, misoliga harbiy jihatdan, texnologiya jihatdan, ba'zi asboblar, zapaslar qurolninki bermagan bo'lsa, biz hayron qolsak bo'ladi. Shuningga bu cheki bo'lmagan bir munosabat deydi-ku, ikki davlatning munosabatini, ya'ni cheksiz munosabat deydi. Unda cheksiz munosabatda ancha-muncha bir harbiy jihatdan bir yardım qilmasi bo'lmaydi, istihborot jihatda ma'lumotni bermasi bo'lmaydi. Chunki Rusiyaningki Amerika va G'arbga taqobil turishi Xitoy uchun bir foydali. Bo'lmasa butun o'qlar Xitoyga qartilibdi. Hozir o'qlar boshqa yerlarga qartilgandan keyin Xitoy biroz rahat bo'lib qoldi. Shuningga bu Rusiyaningki Ukraina shundaqla NATO'ga taqobil turishi, Yevropaga taqobil turishi Xitoyninki foydasiga. Xitoyninki bu yeni İpek Yolu stratejisini shu programlarni chiqdi. Muhim bir nishoni shu Yevropa bozori bilan Xitoy bozorini bunda integre qilish. Ama Yevropaliklar keyingi yıllarda asta o'qangandan keyin Xitoy bilan bo'lgan tijoratlar, iqtisodiy hamkorliklarni burunqidek ravon bo'lmayotdi. Chunki bu Yevropaliklar ziyon tortyotdi, Xitoy foyda tepyotdi.
Onundan keyin Yevropalıklarni tiliga olgan bu qimmat qarashlari bor. Bu universal. Bu qimmat qarashni Xitoy qabul qilmagan. Shuningga Yevropaliklarmi bu Xitoydan rahatsız. Ya'ni Yevropa bir chetdan iqtisodiy manfaat olaman deydi Xitoydan. Bir chetdan o'zininki bu qimmat qarashlarini Xitoy qabul qilsa yaxshi bo'ladi. Xitoyni xalqaro tuzumga kirarsak yaxshi bo'ladi deydigan mushta ikilimlik bir xil siyosetni mang'izyotidi. Bunda bir payti Xitoyninki bu nima Rossiyaga bo'lgan bu yardım Yevropaliklarni texmi rahatsız qilyotidi. Shunga shu keyingi haftada Yevropa birligi o'zaro ichki yig'inlarda Xitoyga chingaroq qattiqroq bir siyosatni ijro qilaylik deydigan qarorga kelyotidi. Bunda bo'lib qolsa Xitoyninki Yevropa bozorini o'ziga tortishmi qiyin bo'lyotidi. Bununla karşı Xitoy nima ish qilyotidi deganda Sharqiy Yevropa, O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlarini o'ziga tortishga tirishyotidi. 16+1 degan bir platforma bor. Hozir mana Wang Yi hozir shu Shimoliy Yevropani ziyorat qilyotidi. Ya'ni Shimoliy Yevropani o'ziga tortmoqchi. Shuning bilan G'arbiy Yevropa davlatlar bunda bir ahvolda qiyin ahvolga tushib qolib, Xitoyga taqobil turish kuchimi ojizlaydi endi bunda bo'lganda. Shunga burunqi shu German tashqi ishlar ministrimi ochiq degan, biz Tayvan masalasida bir Xitoy hokimiyati deb to'nigandan keyin sizlarmi Yevropani putunini bir deb to'ninglar deb shunday nima qilgan, ya'ni tanqid qilgan Xitoyni. Shunga bu Yevropani bo'lib turib birdan hal qilib ularni. Oxiri shu Yevropa bozoriga ega bo'lishninkimi plani bor Xitoyning. Ammo hozirgi men degan ahvol nihoyatda murakkab ahvol. Har bir qadamda bir xato chiqib qolsa, maqsadga erishishmi unda oson to'xtamaydi. Ya'ni uzun muddatda qaraydigan bo'lsak, Yevropa bilan Xitoyning orasidagi siyosiy bo'lsin, iqtisod, tijorat, energiya, texnologiya, nurg'un sohalarda munosabatlar bo'ladi, ammo bu munosabatlarning ko'pincha qismi bir yiriklik ahvol paydo bo'ladi. Bunday ahvolda bilimiz Xitoy haqidagi tadqiqotlar, istihborot tadqiqotlari hammasi ko'paydi. Ya'ni Xitoyningki asl maqsadini, niyatini va bu tarixdan kelgan siyosiy madaniyat an'anasini o'rgangan bo'ladi va Xitoyga qarshi burunqidek passiv bir siyosiy o'ringa tushib qolmaydi endi. Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin, ammo bunga vaqt kerak. Bundan keyingi vaqtlarda Xitoy hamda dunyoning hamma yerini ham eskilikni qilib, hamda tatliq gapni deb dunyoni aldab ketamaydi deb o'ylayman. Xo'sh.